Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga ko'rinmas papka yaratish to'g'risida gapirib o'taman. Ko'rinmas papkani yaratish uchun sichqonchani o'ng tugmasini bosamizda yangi papka yaratish degan tugmani bosamiz. Создать papku. Va nomini yozayotgan paytda alt tugmasini bosib 255 raqamni teramiz. Eslatib o'taman, 255 raqamini klaviaturning o'ng tomonidagi raqamlardan terish shart. Va papkani nomi ko'rinmas bo'lib qoladi. Siz aytishingiz mumkin, baribir ko'rinib turibdi-ku. Buning ilojini hozir qilamiz. Buning uchun papkani svoystvosiga kiramizda, настройкаga kirib, sменить значок tugmasini bosamizda, значокni rasmini ko'rinmasga almashtiramiz. Применить. Ko'rib turganingizdek, papka ko'rinmayapti. Papka bor, lekin ko'rinmayapti. Biz xohlagan fayllarimizni ushbu papkaga solib qo'yishimiz mumkin. Mana tadbirkorlik darsligini ko'rinmas papkaga solib qo'ydim. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Fikr va mulohazalaringizni sharhlarda qoldiring.